Всем привет, men qadrli любимчиklarim. Bugun sizlar bilan GRVM o'tgan safargi podarka bo'lib kelgan dvoykani ikkinchisini, ya'ni qorasini kiyamiz. Bu kechagi GRVM edi. Просто tak bugun montaj qilib, bugun qo'ydim. Qaranglar, shunaqa asalcha o'zimga yoqdi. Birinchi bazasini kiyib oldim. Bazasi xuddi shunaqa turadi. Qaranglar, asalcha. Buni ustidan birorta rubashka kiyib ham kiysanglar bo'ladi, moslab chiroylicha turadi-da. Xullas, menga yoqdi. Уже bahorga mosda bemalol kiysanglar bo'laveradi. Buni ustidan keyin shunaqa qilib shu dvoykasini kiyish kerak. Voy, nafaslarim qaytib ketdi. Yugurib kelgan odamga o'xshayman. Bo'ldi, endi gapiramiz. Mana dvoykasini mana bunaqa qilib qayirib kiysanglar ham bo'ladi. Asalcha turadi-da, lekin buni tushirib olsa ham, вроде нормально turadi. Menga shunaqa yoqdi bor-ku. Тоже нормальный narsa ekan. Nima o'ylardim, bunaqa dvoykalar menga yarashmaydi deb o'ylardim, lekin yarashar ekan, turar ekan. Bilasizlar, aksessuarlar esimdan chiqarmayman. Qora kiyim kiyganimda yoki bagateroq kiyganimda doim aksessuar taqishga harakat qilaman. Hop qilib quloqlarimga taqib oldimda, uzugimni taqdim, brasletimni taqdim, sepchkamni taqdim, keyin bish qilib Anvarzoda aytmoqchi, tipa o'zimcha shirincha qiz bo'lib, o'zimcha tipa atirlarni ham sepib bijitib oldim. Anvarzoda shuna deydi-ku, to'g'rimi? Nima deysizlar, yana Anvarzoda shunaqa gravami yoki makiyajimga azuvchika qismmi? Yoqdim o'tgan safar qilgani. Shu tedicham kiydim, men ketdim. Sizlar yaxshi ko'raman. Пока, любимчиklarim.